Navbatdagi savol. Ustoz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam paytida yangi dinga kirganlar bilmay payg'ambarimizga hurmat yuzasidan sajda qilganlari bo'lgan ekan. Ular bu bilan mushrik bo'lib ketishmagan-ku. Savolim shuki, bugungi kunda bilmay qabrga duo qilib, shirk amal qilib yurgan kishilar bu ishining shirkligini bilmasligi ularga uzr bo'la oladimi yoki bilsa ham bilmasa ham mushrik bo'ladimi? Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Bu işte Anas roziyallohu anhu Muaz ibn Jabal'dan aytiladi. Muaz Yamanga jo'natganda, Yamandan kelib turib, Yamanda ko'rgan odamlarda odamga sajda qilishini, kelib Rasulullohga sajda qilganda, nima qilyapsan desalar, men Yamanda ko'rdim, ulug'larga sajda qilayotgan. Men o'yladimki, bu hurmatga faqat siz haqlisiz deb o'yladim. Va niyat qilib qo'ydim, borsam Rasulullohga sajda qilaman deb. Keyin sajda qildim degan. Rasululloh aytdilarki, "Yo'q, odam odamga sajda qilishi mumkin emas. Agar mumkin bo'lganda xotinlarni eriga sajda qilsin deb buyurardim" dedilar. Lekin u ham mumkin emas dedilar. Odam odamga sajda qilishi mumkin emas dedilar. Xullas, ya'ni bu savol o'zi juda keng savol. Uzr bilan, ya'ni bu johillik bilan uzr tutiladimi yo'qmi, ma'zur tutiladimi yo'qmi degan masala. Aqida darslarimizda buni mukammal sharhlab aytganmiz. Aqidadagi savol-javob darslarimizda ham aytganmiz buni. Qisqacha qilib aytamizki, bilmaslik, johillik mutlaqo uzr bo'ladi yo bo'lmaydi deyilmaydi. Uzr bo'ladi ham, bo'lmaydi ham deyilmaydi. Qachon kimga? Uzr bo'layotgan holati bor, bo'lmayotgan holati bor. Uzr ikki xil bo'ladi. Johillik ikki xil bo'ladi. Johillik bor, uni uzrli, ma'zur tutiladigan johillik, ya'ni uni bilmasligi mumkin. Bitta johilligi bor, bilmasligi mumkin emas bo'lgan johillik bor. Masalan, 50 yosh, 60 yosh atrofidagi, 60 yosh atrofidagi bir odam Madinadan keldi. Arab, Madinada tug'ilgan, Madinada yashaydi. Kim bir masjidda azon aytilsa, bu odam nima qilyapti deyapti. Azon aytyapti, azon nima edi, men hech eshitmagan ekanman. Bilmabman ekan azon borligini desa, ishonasizmi shuni gapiga? Madinadan kelgan o'zi. Madinada tug'ilgan, o'sha yerda yashagan. Bu odam jinnimisan sen, o'zi nima deyapsan sen deysiz. Endi bir odam Norvegiyadan keldi, musulmon bo'lib ketdi. Muazzin azon aytayotdi, nima qilyapti bu? Desa, azon aytayapti. Bu nima edi bu azon desa, azon shu namozimiz bor, namozga chaqiriladi deb tushuntirasiz unga. U ham bilmaydi, bu ham bilmaydi. Ana Madinadan kelgan odamni bilmasligini qabul qilasizmi? Hech kim aqlli odam qabul qilmaydi buni. Lekin ana Norvegiyadan kelgan odamni-chi, unday bo'lsa to'g'ri deysiz, bu odam bilmaydi deyiladi. Ana shunday, ya'ni jahl, bilmaslik bu odamiga qarab farq qiladi. Bunaqa bilmaslikni otini, hali Madinada kelgan odamga o'xshagan bilmaslikni otini jahli muktasab deyiladi. Odam o'ziga o'zi kasb qilib olgan johillik. Ana shuning uchun buni me'yori shu. Biz odamlarga hakam qilib, odamlarda hokim emasmiz. Mana u jannati, mana u do'zaxi deydigan odam emasmiz biz. Lekin shuni bilaylikki, Allohning huzurida men bilmabman degan narsangiz o'tami o'tmaymi? Uni Alloh hukm qiladi. Agar o'tmasa, holingizga voy bo'ladi. Shuning uchun inson bilmayapman degan narsa, odam qancha johil bo'lsa shuncha yaxshi degani emas bu. Bilmay yursa yaxshi ekanda degani emas bu. Bilish kerak, harakat qilish kerak odam. Agar bilmasdan gapirib qo'ysa, haqiqatan bir xil, masalan, aqidada, tavhidda masalan jiddiy narsa, Alloh taoloning zotiga tegishli narsalarda odamlarni kofir deb yurgan odamni o'zi ham Allohning zotiga tegishli narsalar bilmay bir narsa deb qo'yadi. O'ziga ham kofir bo'ldingmi seni? Desa keyin o'zi to'xtab qoladi. Shuning uchun odam bilmaydigan narsasi bor, bilmasligi mumkin bo'lgan narsa bor, bilmasligi mumkin emas narsa bor. Shuning uchun musulmon odam bilmasligi mumkin emas narsani o'rganib olish kerak tezroq. Mana kitoblar yozilgan-ku, mala yasaul muslima jahluhu. Musulmon odamga bilmaslik mumkin bo'lmaydigan masalalar, tavhid masalasi, bu iymon masalasi, farz-i ayn masalalari, ibodatlar, namoz, ro'za, zakot, haj. Agar boy bo'lsa zakotni bilish kerak, haj vojib bo'lsa hajni bilish kerak, namoz, ro'zalarda albatta bilish kerak odam. Silay rahim, ota-onaga xizmat, ota-onaning hurmati, sidq, vafo, bularda odam bilmay iloji yo'q uni. Musulmon farzandlarimizga, bizning farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan, o'ng qo'lini, chap qo'lini tanigandan boshlab o'rgatishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Xullas bu mavzu juda ham keng mavzu. Bilmagan odam mana uzrlimi, uzrli emasmi? Bu odamiga qarab farq qiladi. Hadega aytganimiz bitta misol, shuni siz me'yor qilib olingda,
Shu bilan qarang, bu odam bilmasligi mumkinmi? Yo'q, mumkin emas bo'layotgan bo'lsa, demak buni johilligi ma'zur bo'lmaydi. Sen bilmasligi mumkin emas deb bir odamga aytish ham qiyin masala o'zi aslida. Buni ichini, buni holatini Alloh biladi. Ba'zi holatlar bor. Masalan, mana Mu'tazililar kufr gaplarni aytsa ham ulamolar kofir demagan. Ular qancha talashgan, tortishgan, qancha bahslar bo'lgan, lekin Mu'tazililar kofir deb aytmagan, Qur'onni maxluq degan. Ular Qur'onni kimki maxluq desa kofirmi? Hamma aqida kitobida kelgan. Ammo Mu'tazili mardim hammasi Qur'onni maxluq deydi. Kofirmishlar. Xalifalar Mu'tazili bo'lgan. Imom Ahmad o'shalarni kofir demagan, ma'munlarni masalan xalifalar. Bular Mu'tazili aqidasida bo'lgan. Borib Amirul Mu'minin deb murojaat qilgan ularga. Amirul Mu'minin mo'min deb e'tibor qilgan, orqasidan namoz o'qigan ularni. Vaholanki Mu'tazili bo'lgan. Nega ularni o'sha bilmasligini ma'zur tutgan? Chunki bilmayapti deb o'ylagan. Bilmayapti, tushunmayapti bu degan. Tavili bo'lgan ularda, shubhalari bo'lgan, kuchli shubhalari bo'lgan. Shuning uchun kuchli shubhasi bor bo'lgan joyda uni bilmayapti degan narsa bu bilmasligi uzr emas, buni deya olmaymiz-da. Uni shubhasini ketkizing, keyin ayting. Bir xil odamlar bor, shubhasi juda ham kuchli bo'ladi. Ana keyin uni qancha gaplashib tushuntirgandan keyin ba'zan ketadi, ba'zan ketmaydi. Ana shu narsani ochib berish olim kishining ishi. Mana buni hikmat bilan, ma'rifat bilan, bosiqlik bilan odamlarga haq botilni ochib berish kerak. Bilgan odamlar to'xtamasdan buni erta kech odamlarga mana shu narsani ochib tushuntirish kerak bo'ladi. Vallohu alam, ya'ni bu masala juda keng masala. Ya'ni men o'ylaymanki buni hozir men tushuntira olmayman buni bu nimamizda, soatimizda. Aqidadagi savol-javob darslarimizda va o'zining o'rinda bu narsalar aytilingan darslarimizda kengroq qilib aytilingan joylari bor. Hozircha mana shu qadar yetadi deb o'ylayman, vallohu alam.